Tayyormisiz? Jujutsu Kaisen animesining 3-fasli yo'q qilish o'yini boshlanmoqda. Yangi hissiyotlar, kutilmagan janglar va strategik o'yinlarni kutib oling. Demak, bugungi videoda Jujutsu Kaisen animesining 3-faslida nimalar sodir bo'lishi haqida qisqacha gaplashib o'tamiz. Tayyor bo'lsanglar, boshladik. Mappa studiyasi tomonidan ishlab chiqarilgan Jujutsu Kaisen animesining 3-fasli 2026-yili tomoshabinlarga TV ko'rinishida taqdim etiladi. Shibuya hodisasidan so'ng yo'q qilish o'yini boshlanadi, ya'ni 3-fasl. Bu faslning asosiy ssenariysi Itadori Yujini o'ldirish bo'ladi. Qisqa qilib aytganda, Shibuya hodisasining oqibatlari va Itadori Yujining ustiga qo'yilgan qatl, shuningdek butun Yaponiya bo'ylab joriy qilingan yo'q qilish o'yini yoki omon qolish o'yini desak ham bo'ladi. Bu ark hikoyani kengaytiradi, yangi qoidalar va g'oyat murakkab ittifoqchilarni keltirib chiqaradi. Yuji Itadorining ichki ziddiyati, Yuta Akatsu bilan keskin burilish, ularning qarama-qarshiligi bilan ko'plab hissiy sahnalar paydo bo'lishni boshlaydi. Kenjaku va uning rejalari yo'q qilish o'yinining boshqaruvchi markaziy antagonist kuchi hisoblanadi. Kenjaku bu Jujutsu Kaisen dunyosidagi eng kuchli va xavfli yovuz kuchlardan biri hisoblanadi. U bizga 2-faslda Getoni boshqarayotgan holatda tasvirlanadi. Kenjaku Jujutsu Kaisendagi asosiy yovuz shaxslardan biri bo'lib, uning eng katta maqsadi o'zini yanada kuchliroq qilish va Jujutsu dunyosida katta inqilob yaratish. 3-faslda Gojoning qanday vaziyatdaligi va uni qutqarish uchun intilishlar keyingi janglarda asosiy omilga aylanib qoladi. Ishlab chiqaruvchi Mappa studiyasi. Avvalgi sezondagi ovoz aktyorlari va musiqachilar oldingi sifatni ushlab qolishi kutilmoqda. 3-fasl sahnalari ko'proq strategik janglar va ko'p tomonlama animatsiyani talab qiladi. Bu esa Mappa uchun texnik yukni oshiradi. Lekin shuni esdan chiqarmaymiz, ular ilgari yuqori sifatli sahnalar bilan tanilgan studiya hisoblanadi. Jujutsu Kaisen animesining 3-faslida eng qiziqarli voqealar va eng kuchli janglar sodir bo'ladi. Kim bilan jang qilishini aytib o'tirmang, chunki bu juda ham katta spoiler bo'lib qoladi. Yoshimasa Terui oldingi fasllarda hissiyot va tempni mukammal yarata oldi desam adashmagan bo'laman. Bu shuni ko'rsatadiki, biz undan 3-fasl uchun ham mos atmosferani kutishimiz mumkin. Ovoz aktyorlari esa eng muhim dramatik sahnalarni tomoshabinning yuragiga yetkazishi kerak bo'ladi. Ayniqsa Yuji va Yuta dialoglari eng muhimlari. Jujutsu Kaisenning 3-fasli, ya'ni omon qolish arki, anime tarixidagi eng katta strategik va hissiy bosqich bo'lishi kutilmoqda. Shaxsan men o'zim bu mavsumdan anchagina narsani kutyapman. Sizning fikringiz qanday? Izohlarda o'z fikringizni qoldiring.